o'z hayotini dunyodagi eng oliyjanob ishga bag'ishlab kelayotgan siz azizlar bilan uchrashib turganimdan albatta xursandman. Tibbiyot xodimlari kuni bilan sizlarni yana bir marta chin qalbimdan tabriklamoqchiman. Sohada xizmat qilayotgan barcha xodimlarga bayram tuhfasi sifatida ikkita alohida qarorni imzoladim. Birinchi qaror tibbiyot va farmatsevtika xodimlarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish haqida. Ikkinchisi 96 nafar tibbiyot va farmatsevtika fidoyilarini davlat mukofotlari bilan taqdirlash to'g'risida. Zamonaviy tibbiyotni farmatsevtikasi tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun bu qarorlarda bugun tibbiyotimiz qatorida farmatsevtika sohasiga ham alohida e'tibor qaratdik. Ushbu bayramni agar sizlar rozi bo'lsalaring, tibbiyot va farmatsevtika xodimlari kuni deb nishonlasak, adolat nuqtai nazaridan bu to'g'ri bo'ladi. Ularning barchasi tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga ko'proq izlanish, ilg'or davolash va profilaktika usullarini egallashda katta rag'bat, kuch-g'ayrat berishiga men albatta ishonaman.